Men qizni ko'ylak kiyib chiqdim. Men turmushga chiqmoqchiman. Mahriga. Turmushga chiqmoqchimisiz? Xo'p. Mahriga bitta gelik bilan bitta hovli. Chiroylikgina. Bitta gelik bilan bitta hovli? Siz ham shart qo'yyapsizmi shunda? Bilmadim endi, hamma shart qo'yyapti. Unaqa odam lekin hali beri chiqmasa kerak. Chiqmaydi ham hech qachon, chunki kuchi yetmaydi chiqishga. Sizni olishga kuchi yetmaydi? Buni kim berdi sizga? Buni bir tanish yaxshi ko'rganim berdi. Yaxshi ko'rganim? Yaxshi ko'rganingiz ismi nima? Aytsam kulasizlar-da. Kulmaymiz nimaga? Ismi Mulxyong. Nima? Mulxyong ismi. Mulxyong? Qanaqa ism bo'ldi? Tushunmadim bari. Bo'pti, qara, nech pul so'raysiz bunga? $1000. $1000? Yo'q, qayerdan unaqa narx olyapsiz? Men tushunmadim bor-ku. Kerakda. 92 ekan, holati yaxshi ekan. Sevgilingiz beribdi bu telefonni, tushundim. Lekin $1000 qimmatli qiladi. Qarang, mayda chuda qilib o'tirmaymiz-a? $850 beraman, $150 sevgilingizdan olasiz. Uni qiynashni xohlayman. Chunki yaxshi ko'rsam, uni yaxshi ko'rgan odamni nasobim kelmaydi. Yo'q-a? Buni beribdi. Sovg'a-a bu. Zo'rg'a. Bo'ldi, bir marta azoblang sevgilingizni. Yo'q, azoblangim kelmaydi. Bo'lmaydimi? Lekin 850 tepasiga olamayman mana. 850 kelsa olib ketaman. Bo'pti, maysadim, qiynamaydi, olaver. Rozimisiz? Roziman. Bo'ldi. Hammasi abad, hayotda hammasi abadiy qolmaydi-ku. To'ppa-to'g'ri. Tekshirib olaman, plyus sanab beraman. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol